Assalomu alaykum. Bundan sal ilgariroq Shayx Said rahmatulloh Termiziy Komolondagi Hoji Alambardor masjidida imom xatib bo'lib ishlagan vaqtda Isroilga borib keldi. U vaqtda tez-tez ko'rishib turardik Eshonbobo bilan. Shu bir safar keyin jumadamidi, boshqa namozdamidi kirganimda Eshonbobo bor ekan. Bizda Muzrabotda Eshonbobo deydi. Shayx Said rahmatulloh Termiziy, yana biza tilimiz bo'yicha Rahmatullohxon bilan keyin namozdan keyin ko'rishdim. Eshonbobo o'tgan jumada ko'rinmadingiz deb so'rasam, Isroilga borib keldim dedi. Aytdim, qiziq-ku dedim. Qanday qilib? Desam, savdodagi mijozlarimiz dedi, salomlashib doimiy birga u bu narsa oldi sotdi qiladiganlarimiz meni dedi taklif qilishdi dedi. Bir to'y bor ekan, bir jiyaningmi, kimning to'yi bor ekan, shunga hamma xarajatini o'zimiz qilamiz, vizani ham o'zimiz qilamiz domla. Sizni aylantirib kelaylik deb. Endi bu batafsil surishtirganim yo'q. Sababi o'sha isroilliklar O'zbekistonda ham qarindoshlari yo bu yerda ham ishxonalar xullas bor bo'lsa kerakda. Bordik, aylandik, to'ylar o'tdi. Meni u yoqdan bu yoqqa olib, men xohlagan joylarga tomosha qildirdi dedi. Bu yerda dedi arablar bilan isroilliklar bemalol salom-alik qilib yashayverar ekan dedi. Men aytdim, arablar ham birga yashaydimikin desam, ha dedi, u hech qanaqa xalqning o'rtasida dedi, arablar bilan isroilliklar o'rtasida hech qanaqa bir tortishuv, bir ziddiyat yo'q dedi. Birov do'kon ochgan, birov shofyor bo'lgan, birov o'qigan, birov o'qigan yuraveradi dedi. Keyin juma kuni bo'lib qolgan vaqtda men jumani shu Masjidil Aqsoda o'qiyman deb ko'p o'ylab yurardim, niyat qilib yurardim. Xudo nasib qilib Masjidil Aqsoga bormoqchi bo'ldim. Endi meni olib yurgan isroilliklar meni arab mijozlari bilan tanishtirib qo'yishdi. Arablar keyin meni olib boradigan bo'lishdi Masjidil Aqsoga. Chunki Masjidil Aqsoga isroilliklar, ya'ni yahudiylar qo'yilmas ekan dedi. Men aytdim, buni qanday tushunish kerak? Kirilmaydimi ular desam, yo'q, ular davlatning qonuni bilan, Isroil davlatining qonuni bilan isroilliklar Masjidil Aqsoga kiritilmas ekan dedi. Men borganimda darvozada Isroil soldatlari turgan ekan dedi. Doim Isroil soldatlari qo'riydi ekanda. Keyin men so'radim, nima uchun isroilliklar qo'yilmaydi ekan desam, bir necha yil ilgari isroilliklar o'zi doim avval kirib yurar ekanda, Masjidil Aqsoni yondirib yuborishga harakat bo'lgan ekan. Shunda davlat qat'iy qaror chiqaribdiki, isroilliklar u yerga qo'yilmasin deb. Sizning kirishingizga muammo bo'lmadimi deb so'radim Eshonbobodan. Yo'q dedi. Meni hujjatlarimni ko'rdi. O'zbekistondan ekanligimni bildi va keyin mendan musulmonsizmi deb so'radi. Alhamdulillah musulmonman dedim. Keyin Fotiha surasini o'qib bering debdi. Fotiha surasini o'qib berdim. Ular ishonch hosil qilib meni o'tkazib yuborishdi dedi. Yana jumani ado etib chiqdim. Undan keyin yana men o'sha mezbonlarim yana
meni mehmon qilishdi dedi. Ularning hayoti qanday ekan deb men qiziqib savol beraverdim. Eshonboy aytdi, Shayx Said rahmatulloh Termiziy hozirgi vaqtda Minor masjidining imom xatibi. Ularda hayoti qiziq ekan. Shanba kuni ularda hayot deyarli to'xtab qolganday bo'lar ekan dedi. Nimaga dedim? Shanba kuni ular mashina ham haydamaydi ekan, ovqat ham qilmaydi ekan, hattoki svet yoqish degan narsa, hattoki liftni bosib qo'yish degan narsa ham ular qo'rqar ekan dedi. Endi shanba kuni ovqat qilmaydi ekan, juma kuni, ya'ni bir kun oldin shanba kunga tayyorgarlik ko'rar ekan. Ovqatlarini to'ldirib qo'yar ekan, keyin yeb yotar ekan shanba kuni. Eshonboy aytadi, qizig'i deydi, uylariga kirib qolsak deydi, misol juma kuni yoqib qo'yar ekanda, shanba kuni svetni o'chirib yoqish shanba kuni bo'lgani uchun, ularda mumkin bo'lmagani uchun juma kuni svetlarni yoqib qo'yar ekan, ertasi shanbaga tayyorgarlik ko'rish maqsadida. Endi shanba kuni boshlangandan keyin, endi kim juma kuni uyda bo'lmagan bo'lsa, shanba kuni ahmoqqa o'xshab qorong'ida o'tiraverar ekan. Eshonboy aytadi, men deydi, shunday kirsam qorong'ilik deydi. O'zi meni ular mehmon qilishga olib borgan deydi. Men aytdim, nega qorong'i desam, shunaqa bizda deydi, svet yoqolmaymiz shanba kuni deydi. Keyin shunday, qani deb knopkasini включаторni shunaqa bossam, svet yondi. Ular deydi, mendan xursand bo'lib qoldi dedi. Rahmat deb qoldi deydi. Liftlar esa juma kuni yarim kechadan keyin shanba programmasiga o'tkazilar ekan. Ya'ni ko'p qavatli uylarda liftlar, mayli u ofis bo'ladimi, biznes markaz bo'ladimi, shanba dasturiga o'tkazib qo'yilar ekan. Bunda nima bo'ladi? Lift o'zidan o'zi avtomatik ravishda, masalan, birinchi etajdan ikkinchi etajga chiqadi, o'zi ochiladi, yana o'zi yopiladi, hech kim bosolmaydi-da. Ahmoqlikni qarang. Masalan, 10-qavatga chiqadigan bo'lsa, shu kutib o'tiradi-da. Chunki lift har etajda o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Ya'ni bir karraga tepaga chiqar ekan. Masalan, 10 qavatlidir, 20 qavatlidir. Chiqib olar ekan, undan keyin pastga tushar ekan. Pastga tushda ham xuddi shunday. Har etajda to'xtab, ochilib, yopilib, yana tushib, yana navbatdagi etajda to'xtab, ochilib, yana yopilib, shunday ketar ekan. Men bu video chiqishni nima uchun qilyapman? Isroil xalqining shu darajada ahmoqligini bildirib qo'yish uchun. Bu gaplar hammasi to'g'ri gaplar. Alhamdulillah, mana Eshonboyimiz hayot. Agar biron kishi shu videoni Eshonboyga jo'natib qo'ysa, Eshonboy, assalomu alaykum. O'sha butun atrofdagi arab davlatlarini yo'q qilaman deb, Ironni yo'q qilaman deb yotgan isroilliklar mana shunaqa bir ahmoq xalq. O'zlarining botil diniga amal qiladi. O'sha vaqtda o'zi Hazrati Musa payg'ambar zamonida ham ular Musa alayhissalomni ko'p charchatib, u kishiga fitnalar uyushtirib o'ldiramiz degan. Bundan tashqari Qur'oni Karimda juda ko'p joyda keladi. Payg'ambarlarni o'ldirganlar deganda shu Isroil, ya'ni Yahudiy qavmi aytiladi. Qo'shimcha sifatida aytib ketay, Isroil so'zi Yoqub,
ya'ni Yaqub payg'ambarning laqabi Isroil. Yaqub payg'ambar kim edi? Payg'ambarlar otasi bo'lgan Ibrohim payg'ambarning o'g'li. Yana Yusuf payg'ambarning otasi. Qarang, shanba kuni gugurt chaqish ham yo'q. Zajgalga yoqish, olov yoqish yo'q-da endi. Ovqat qila olmay o'tirsa, svet yoqolmasa, liftni bosolmasa, ahmoqlik ham shu darajada bo'ladimi? O'zi ular Alloh taolaning g'azabiga uchragan bo'lsa. Chunki Fotiha surasida oxiridagi g'oyril mag'zubi degani, o'sha mag'zub degani g'azabga yo'liqqan degani o'sha Isroil qavmi hisoblanadi. Oxirida lazzolin deydi. Zollin degani ular nasroniylar bo'ladi. Eshamoning yana bitta gapini aniqroq qilib keltiray. Xuddi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlarida va u kishidan oldin xuddi Madinada misol arablar bilan yahudiylar qanday bir shaharda yashab yurishgan bo'lsa, hozir ham xalq shunaqa oddiy yashayverar ekan, oldi-berdi muomalalarni qilib, ziddiyat faqat siyosatda ekan dedi. Misol Isroil arab davlatlari bilan kelishilmaydi. Ziddiyat faqat siyosatda ekan dedi. Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsinki, bizlarni yahudiylardan qilib qo'ymadi. Eshamoning yana bitta gapi shu ediki, shanba kuni ko'chalarda mashinalar ham yurmaydi ekan.